Ben Mevlut İbrahim. Karşılanımız sizin kızgın karşılanımız Mevlut İbrahim. Bağların çiğkırışıp kollardan nurgun neslen kötürüp kivatıdı Mevlut. Rahmet. Üstün tağaq mı bağaq mı? Tağaq bilen çoy sopanı. Qadrli anlıqçılar, mana Şadıq Minotır programımızın aziz anlıqçıları sizlar. Ko'ngillik damlar sizlarga har vaqt yor bo'lsin, qiziq paranglar qalbimizni ram qilsin deydigan orzuyimiz bor. Men Zo'kra Kerem. Kerem qarşılama. Rahmat. Sonqilaqini marhamat va guldasta. Oltisi bo'lsin qo'yma. Man qaran shipingda havo griplardan tikilib ketgan ko'ynaklar. Boshagim markasidik. Nimanchilar avar bo'ldigansizlar. Boshagim cho'nglarning muboka, bolalarning muboka, nimda yaxshi. Aynur Gülçedik güller qasını anda qilmanglar. Boshqalarni oladi ata. Evet, vallahi emas, ayollar bayram. Ancha fursatdan foydalanmasak ham bo'lmaydi biz. Shu emasmi? Evet, erimning bayrami kelib, erlar bayramini o'tkazib olgan. Ayollar bor. Ya. Bunda o'ylamanglarmi, o'zinglarnikini shu ixtiyor qilib o'tkazsanglar mayli lekin chiq o'ylab ketmanglar. Chiqilib har bir bayramdan ayollarning foydalanmaydigan vaqti yo'q. Ondan olsa coşkun müzik sadalarımız bilen yomurlarımızı başlayıp ketimiz. Anlaşılsa kızıkarlık yomurlarına olsa davamlıq türde programımızga katnaştırıp sizlerine sözlep erişanlarını çin kalbimizden ümit kılımız merhamet. Başlayıp bakayım. Anlaşılsa insanlar ki kasa ayt deyit anlacıma nakş yetişten koydu jüri vermeyem bu oldu. Şundayım. Ondan 250-03-30 deyen numaramız üçün uçuk. 250-03-62. Hoş. Bir ayol hoşudun ketken eri hoşudun ketipke yine de turib balasiga achchiqlaydi ekanda. Voy ko'zingizni iching ha. Ulab baqilib olamadi dangni bular. Agar men burnining tigini ula, nima qilmaydi? Ajabmi bir nima qiladigan odamni qo'rqitib, Opa. Nima dada, nima opa, dadang hoşudun ketdi. Dadam hoşudun ketdimi? Ketdimi deb qarab o'tir. Voy qandami bilsin, cho'ng qilganimi men ha? Nimda hoşudun ketdi bekan? Nemish ketdi deysan-ku? Cho'p-cho'ng. Hey! Men muallimang san xat yozish qoidasini o'rgatmaganman, ha? Bunun dadamning hoşudun ketishlarning munosabati bor. Munosabati bor, zanjirsiman bog'lanish munosabati bor. Bu dadamning qiziqgan bo'lmay kerak emasdinki. Hoşudun ketib menga ish tepaydi bu. Hey, bular qarab turmang, qo'ling dadani, o'g'ligini burnining tigini ulab bekor turmusin deyapti seni. Voy, ulasam shu qo'lim kichik o'sqa burnining to'shga ketmaydi, nafas olmay o'ylab qolammi deb aytayapman. Voy, qo'yqna dadam yoqqa. Sen gapirmadimi? Qanday nima sen, ha? Sen hadizish qoidasini o'rgatmading, men ma'lum men seni nimaga aytdim? Shuni o'rgandib, avasam o'rganmay kelding degina, ha? Qiziqqa opa dadamning o'lib turishi kari yo'q, hadisi bilan qoldigina o'rgatgan. O'rgatgan bo'lsa, shunda yozamsa deyman seni men. To'g'ri yozdim opa, to'g'ri. Mana davatgan gapini, ig'iz xerishlavatgan qanday nima sen, ha? Vallahi bayrami tillamigina meni. Voy, qo'yqna, u nimani dedi. Men dadam o'g'ilmay hushi kelmaydigan bo'lsa, sen bayramdan keyin to'g'ri o'tkazib bermaysan deb. To'g'ri yozdim opa, to'g'ri yozdim mana to'g'ri yozdim. Hey, qara seni, necha varaq maqoli deganda bir tal ya chekit yo'q, ya pesh yo'q, ya savol yo'q, ya undash yo'q, bir belgi tinish belgi deydigan narsa yo'q, hech nimani qo'ymabsa. Ha? Men necha varaq maqolni dadam dam olmay, men o'qib, voy nafsi yetishmay mana hushidan ketdi. Mening Nima qiladigan-ku? Nima qilgan Matquvon? Ko'zingizni iching ha. Mening maqoyamni dadam o'qiganmidi? O'qiganmidi deydi. Shu o'qib bo'lgan ishmi bu? Bu mening xatoyim emasga opa. Voy, kimning xatoligimsa? Ha? Nima demoqchisan? Men maqoyamdagi bosh personaj to'xtamay, tiniq olmay ko'tildisa, menga nima amal deymanda amdi. Bosh personajni ko'taldi qizib qo'yding degina maqolanda. Shu ko'tildi qashqa chiqib qo'y, chekit pesh qo'ymay, tiniq olmay ko'tildisa, men shu bu jaziva ketdim. Voy, nemish bundaq bir ko'tildaydigan bosh personajni yazsa uningga, ha? Voy, bu ko'tildmaydigan bunda gaplar iniq, bunda to'xtaydigan, tinidigan, bunda bir tinib gap qiladigan bir odamni bir yazsa olmamdi sen? Ha, yozgan odam topolmay qolgansan sen? Qanday ko'tkot personaj ekan u? Sen ashta yozib dadam o'shdan ketkizayotgan. Voy, iniq gapini qilg'inama, nima qilgan nima u? Nima qilgan? Voy, dadasi, Matquvon, oxiri ko'zingizni ichyapsiz ha? Voy, hanim bo'lsa yomon qo'rqib ketdim. Uribdim ama ko'z oldingizga mabani. Mana uraman, mana. Uchingizni ipirma Matquvon. Siz mush balning kasabtida mush ushingizdan ketdingiz. Mana. Nim bo'ldi?
Balını ayıplama. Uy, ayıplamay turanmayman. Siz ama şu balının sebebini muşta olup gettiniz emasmi? Ben balığa maqalını opangni tasvirlab yozg'in degan gunoh o'zimda. Opangni tasvirlab yozg'in? To'p, ma gap bir gap, nima demakchi, Kod personaj. Opangni tasvirla, turibdi. Nima demakchi? Matquvan ko'zingiz ostingizni ochsa deyishman ma gapni siz bilan. Kim kodga? Men qanday kodlik qildim? Nima kodlik qildim? Mush o'yning ichida mushundoq sakpar bo'lib ketayotgan to'saman. Aniq dang ma gapni. U ko'zingizni iching deyman, ichib men bilan deysiz. O'g'da bolam, dadamni bu o'shiq keltiradi deyishili. Dada, opa. Nimda qilg'ana, nima deysa? Dadamda tinq yo'q. Men bilan ma gapni aniq deyishmay, nimish qitiniq to'xtab qoldi-ku buningki? Shu dadam ayni vaqtida opamni yozmaydi desam, opamni yoz shu opamni yozsam unda deb shu peshlikni qo'ymay yozg'atdi. Bayam qilma deganligingni hamini ayt yezib senimi qo'ya bolam. Unda yurmasam o'qimay turibdim, dadam bilan o'g'itib birini deyishili zodi. Bo'ldi, men o'g'ang'im yo'q. Bichora Mehmet Ali bo'ldi o'ldi. Ondan siz anlıqsağı yumurlardan yeni keltireylik. Keltiramdiq. Bir taxsi yumur keltirilsin. Mana chiqdi. Mehman javob o'tiringlar, joyinglarda o'tiringlar. Otada kuldirib baqmamsizlar. Jata yo'q, mana kuldirmiz. Ondasi tayyor bo'lib turinglar kulishga. Kim so'zlaydi yumurni? Bugungi yumurimizda Matquvan bor. Kim oladi rolni? Ana shu Matquvan rolni shu. Matquvannikini Mavlud oladi. Yaxshi oladi bu. Bo'pti, ondasi jiqqa qilmaysa o'tirib turing, ha? Jiq ketib qolibdi sizga azroq. Sal jiq ketib qoldi. Shuning bilan bir kuni Matquvan ishxon o'tiriblar, tuyuqsiz barliq xizmatdoshlariga debdi-ku. Ash mask so'zlamdiq. Voy, u chigidi hozir ketdi, bir yerga boshqalar bor, jiring-jiringlari. Onliqchilar bordi. Boshqalar bor, mo chigidi uxlab ketdi hozir. Shodlik oshxonamizga kirib yumur so'zladi, so'zlasak hamda. Bo'pti, boshqangni so'zla. Undasi, boshqangni so'zla yoqtiribanglar. Ha? Nim bo'ldingiz? Tuyuqsiz voqiraysiz qo'shqanda. Kimlar boshqanda? Voy, mana Sajidan ba, Maysam ba, Aysam ba, yana ilqi Matlininki qo'shnisi ba. Xusmirama? Men Matlining ogisi. Sizlarninki Mat jamiyatininki danqini biz anglaganmiz, bilimiz, sizni taniymiz. Tanimsiz? Matlidin payzrak turma. Oy, ish qilinglar, bo'lib qoldi. Maysam, Sajidam, nima Xusmira. Anglab turinglar. Nima bo'ldi? Nimani? Kim menga 1500 ga berib turdi? Ish qilib, men bermayman. Men bermayman juma. Voy, janda da ketmanglar, bir singlar bo'lsa men beray danglarcha 1500 ga berib turinglarcha. Ha, bu turib yig'zingizni ichib 1500 ni kim berdi-uli dedingiz, nemish qilsiz, menda nemiga ishiltisiz, tuyuqsiz so'raganing bir sababini dang oldi bilan. Yana sizga yetmaydi juma. Nemish qilmoqchi uning 1500 ni? Matli bilan bu yerlarimiz ancha-muncha o'xshab qoldi. Biz o'xshaysizlarki. Albatta ishiltirgan ishim bor. O'g'u shu Matquvan. Lekin shu og'am pulni bu yerda qachon qaytirish degan mush qaytirish masalasi bor-da. Voy, buningda beshingizda xotirjam bo'ling. Voy, yo'q, beshimni qotirmay bo'lmaydi. Sizning iningiz Matlimi ayni vaqtida shundoq elib, mana 500 ni hozirgacha 5 yil oldi bermayotdi. Voy, o o'zining ishi, men o'zimning ishim Xusmira. Dedim bu bayam, navada kimdiki menga 1500 dan berib tursa? Ben o pulni qaytiraman. Qachon? 15 yilga bo'lib qaytiraman. 15 yil? Voy, ko'zingizdan. Ay, to'xtang. Qanday gap bo'lib ketdi bu? Voy. Ko'zingizdan balxanisi chiqamay oqpoqtisini. Aldirmanga, anglinga. Danga. Shundaq bo'lganda 15 yil qaytirib dedim, shundaqmi? Har yili 100 koy. 100 koy her yılga? Her ayda 804 mu? 804 mudan to'g'ri kelamdi-ku. Her kuni 2008 pun. Kunda. Kuniga 2008 pundan keldi-da. Xongba otaman.
Yani tıkı 2008 pungni. Düştün burun 1,4 pung. Düştün ki 1,4 pung. Pacılap atsız dana tekşikigi bilip. Kündü çoqran. Hayran qalarlıq işler yüz berip turğusu. Berip turğun ha. Vay. Ey. Muşunda bir avarçılık bir işlarını deyme. Dayın yok işlarını. Sizle oylap çıksızcı mı? Vaycan Deginiz bilen siz bunda bülüp bəsiniz günü gibi 2,8 pon tek 2,8 pon düştün burun bilen düştün kingi bülüp tek beri dikensiz. Vay hapama onda etiga akşamga bölay. Vay ya bunda gep yok bu haqның pulunu bunda gazır pulu qıp beri bəsiniz. Bu bəgi adamın ama hadığı çıkmaydı. Bu çıqıda qılıp qaytırıp bəməm isteyme bu. Ağa adamninkini mi? Qanda beymenlik bu toğrı kemmedi bu gipiniz. Ondaq dep ketmen Xusmira. Uy bu beymenlik emas yaxşı taraflar. Beymenlik mi qarab durib qanda bu hadığı çıkmaydı da bu bəgi adamninki. Hey bunda boğandı çoqran. Ha. 15 yılgacha alaqamiz üzülüp qalmaydı. Ha? 15 yılgacha degan biz tamamlıq turda alaqalashib turmiz. Qandaq men bilan alaqasi üzüşni xalmaydiganlar bormi? Yok çıkar. Hazırlı üzeylici bunun alaqamızda çıqırıp bitinglar tipiplar. Vay tavyan. Şatlık minutları. Bu programımızda Şinjan Boğdu Doktorxanası alaylı qollagan. Şinjan Boğdu Doktorxanası. Şinjanın Boğdu Doktorxanası. Hoş, ya anlıqçılarımız hem de başına axır yaxtırıp, anlap kelip atqa vaqtida şu xuşallıqını üzüp qoymaylı. Anlıqçısa radyo alır bağımızla, bağ olsanlar bizi küfçaranlarını beri etanlar. Öz anlana bağlığınlarını bir məlum qıqaştırınlar. Onda siz bir küfüldürgeden birini oralaylı mı? Oralaylı. Garipke sayahat. Şatlık radyo itotu. Tansının isamkamını yoklaşı. Manda iş bamiyada. Rollada. Bayan ve Sunuk'un rolü da Zöhra Kerem. Men anlıqçılar. Sunuk'unu saxlava tatdi. Vukon. Ustas, men keldim. Oldu. Qalğan gapni öyde deyişeyli. Men bacı vujinlarga telefon qısam. Telefonu mülazimet rayında emas da faqatla elinmedi. O işkisi aldıraşı oxşaydı. Kiyosi öndidariga xat qoltirsammi qaytirmayvatıdı. Iqim miqdori tugab ketdimi ya ustas? Men bak serikdim. İkimiz billa aylanib kelmaylimi? Nagi bormiz? Birinchi bo'lib, Hisam akini yo'qlag'ash, G'uljaga baraylimikin deb o'yladim. Qandaq deysa? Ustas. Qancha yo'lga chiqamiz? Aeroplanda mangamiz ustas. Albatta aeroplanda mangamiz. Yo'lga chiqishning gapi chiqsala, beshanga g'am tushidi, Shuda. Ras. Sening chamadoningni men elib mangsam. Sen uçalagan ekan, uchibli mangmamsan. Ustas, bu nima deganlari? Men sizlarni qo'g'dab mangdigan to'sam, egizni boshlari qiyib, sizlarga bir ish bo'lib qolsa, men bo'lmasam bo'lmas. Yanala men bu aeroplanni mangay. Vokon. Ustas. Belli mansaq chiqim ko'p bo'lib ketadi. Uning ustiga sen aeroplanning kaynidan ushqun. Shundaq bo'lganda texami yaxshi bo'ladi. Qanday qaraysiz? Shuna qilsam qilay ustas. Sizlardan pul chiqadigandek emas. Rahmat. Unda bo'lsa qachon uchimiz? Hozir uchaylik ustas. Ma'qul. Qani amsa, sen avval ushqashdi. Bular shunday qilib G'uljaga yetib berib, Hisam akaning uyiga bordi. Hisam aka bularni ko'rib, intayin xushal bo'ldi. Voy, uyga mehmon kelibdimi nima? Hisam yaxshi turdingizmi? Voy. Voy bu Tangsang Rayibkan go. Tangsang Rayib. Voy, Vukongni elib, voy qanday shamal uchirib keldi. Sizga so'ramadimi? Bu Hisam kam bu. Hisam kam. Menmo uzun bo'ldi ko'rmagashga. Sal hodiqib tamtirab qoldim. Tamtirman.
Biz Vukong bilan birinchidan silning yumorlarini seg'inib, ikkinchidan silni yo'qlab sayohatga keldik. Shundoq bo'ldi. Ha, yaxshimi Isam? Isam deysan o meni, voy. Kichik tursa meningdek. U sinmayman. Qilchi taptatmay, Isam deb ismini atiding-ku. Ha, ustoz, men tog'ning ostida 500 yil yotgan. Albatta Isamdan cho'ng bo'lmanda. Abla. Kechiring Isamka. Biz buni unutib qopdik. Voy. Nimanda peyt atishib qolgandek joyda jim turmaydimi maymun? Isam, bo'pti. Shu Urumchida seriq ashni jiqiyab qo'yib, so'qim ishib, putumning peyt atishdigan bo'lib qoldi. Bo'pti, bizning uyda to'g'jungi va to'g'jungi. Iyiqmaydi maylaymiz. Qani, mehmonlar, uyga marhamat qiling. Jim, ustoz. Ma'qul. Qani, uyga marhamat. To'xta, voy maymun. Nimanda qildi bu? Aldirabli kirib. Isam, sizning yumorlarini anglamag'ilmi? Xeyli bo'lib qopti. Qani bir ikki tal yumor anglamaydimi? Oldi bilan Zemidxonning bir piyola atkanchini ichimiz. U chaqcha Zemidxon uzib tashlab poloni pishirdi degina. Polo yegach yumor anglaymiz. Menga uyda bananba yeb turamsa. Ajib yaxshi. Shaptul bormi? Vukong? Ha, ustoz. Sal adabsizlik qilmang, ha? Isam aka, poloni qandaq asbak o'xshaydi. Polo nima qozondas o'xshaydi. Vukong? Ha, ustoz. Ko'rdingmi? Ko'rdim. Biz sal gapdallik qilsak, shundoq yeb ketamiz. Shu qozonda etadiganni bilaman. Qandaq usulda asli bakrak yeyishlik bo'lar Isamka. Poloni dehqonchilik mahsulotlarini ozroq, chorvachilik mahsulotlarini jiqroq qilib assa, bak o'xshaydi. Mana bizning Zemidxon bak ishdik. Poloni gepi chiqib bo'g'cha, polomi pishibdi. Qani tomoq yegach paranglaşayli. Vukong, ole. Ha, unda bo'lsa tuzib qilmadim. Ustoz, sizmi eling. Qo'llangiz uya menga. Qo'l yuyishga nimaga? Bo'ldi, men bizda yadirma. Qani, tomoqqa bahuzur beqinglar, Bak o'xshabdi Isamka. Bak o'xshabdi. Zemidxondamning qo'li haqiqatan gulkanjimi? Ha, shunda qo'liga datganmisan? Dehqonchilik mahsulotlarini ozroq, chorvachilik mahsulotlarini jiqroq, hamda tushangandek bo'ldim. Shu, voy go'shtni jiqroq demakchi, qanday nimam? Terikmislar Isamka. Terikmislar. Men aldirmay so'zlab o'rganib qoptiman. Bo'ladi. Ammo burun sizlarni biz televizorda ko'rganda, voy bizning uyga kelib bak yaxshi qilibsizlar. Amisa sizlar pologa boqqach turinglar, men sizlarga bir tal yumor so'zlab beray. Ha, so'zlabmasin. Bo'ladi. Quliqimiz sizda Isamka. So'zlang. Jim o'ta. Men jim o'tiraman. Achchig'im keldi Isam. Bo'ladi. Bir kuni uyda o'tlasam, bir qo'shnim kirib keldi-da, voy Isamka bir qo'yan batdi, bozorga olib chiqib setishpasan deydi. Hech ketsin o'qinglar. Ya oxirini anglığınla bormi? Tansın o'zini tashlab tutadi. So'qim uchib ketdi. Shidg'ishdi qolmay uchib ketdi. Sunukun qaytib kelgandek onakan deb turayapman. Bu qachon kelar saqlab o'tiramizmi? Sunukun qaytib kelguncha bir ishkimi saqlab qo'yganlarni o'xshasizlar. Sunukun qaytib keldi.
Ama anlaşılanınki inkasını sınava bakılsak hakikaten. Ahır düğütün ahırını. Sınıfın derhal kaydırıp gel onlardan. Kaydırıp geldi. Şanınlar neysem kömmelik yumursuzlap verdi kayak yakan. Vey, Xanet, мәзәләге бақаш отыраңла. Мән юмырдың бірні дәп бірей. Ve bir günü uyda otasam bir hoşlam kirip geldi. İsamka bir koyan battı bazağa ap çıkıp setişmeysen deydi de. Ve makulda bazağa çıkıp dursak bir adam gelip oruqlap öpküsümü kanmağın canı var ki bu. 300 so'm berey deydi o. Ve men turip ketip fukam 5 so'm örlüte. Desem elik adam açıqlap ve nemişki 5 so'm örleyme. Degenti fukam 5 so'm örlüsen öpküsünü mü bekitip verme dedim. Ya Hesam. Ustaz güldünüz ha? Hakikaten naydi kızıkarlıkken. Bayamcıgan polola öpkemge kitay dedi. Bakın. Ha ustaz. Sen mu ya bir yerde sorularda katlaşıp yumurlarını ögüne bağın o deyme. Ha şundak ustaz. Sen mu kine Hesamkamның örümüdü için bir anı dep bagi. Çatbak yok. Ha, bir günü çoğun bazarda ayak maylap otlasam, bir adam kep ayak maylatıp bulup pul vermeye kitmadıdı. Ay, ayak maylatıp pul beğenmegendiken mendek lathay keysam bulmamdı dedim taza. Hesam, külmeysiz o. Ben küldüm o. Ben. Rahmet. Ustaz, siz mi anca-muncha ko'nglingizni ifodalab qo'ymamsiz? Men yumur so'zlayolmayman. Yanıla qushqash bo'lsa-mu qassob so'ysin. Shunga men sizlarga bir nazm o'qib beray. Ha, ustamning nazmiga ajoyib fayzi bor. Egiz toqqa chiqqanda paypig'ini selivat. Hesamjonning yumurga domlab bir kuliva. Ögzenge chiqiyapsan, aptap sungan o'shkidek. Shotiga ilinib qapsan, qo'g'in tushgan pilakdek. Voy aman qiziq. Ustazim, birim polo ig'ir ketmagandi. Ajab bir she'r o'qib atdilar. Sunmayman? Xo'sh ustaz. Shuk o'ltir. Heli beka, ha? Ham ma'qul. Voy bo'ldi, tang ustoz achchiqlanmaslar. Endi yana bir yumur so'zlab berayda. Ve bir kuni Chashaldirayda bir do'stimning sadrashxonasiga kirdimda, u do'stim nayt gal ustur bilan beshimni g'iydashga boshladi. Men og'riq chidamay ko'zimni ching yumib o'ltasam, do'stim, "Esam adash, xo'shi qilib uxlab qopsan-da" deydi. Men turib ketib, shunda toza she'rim bir tush ko'ribdim. Tushimda bir ish beshimni g'ajilayotgandek dedim. Ajab qiziqkan, ha? Esam, yana bir nechini anglaylik. Haqiqatan yaxshikan. Nemdedan sunokon? Yana bir nechini anglaylik deyman ustoz. Ey, bu jaz muzikasi emas, anglayverdik. Ve qolgan yumurni radiodagi shattiq minutlardan anglaymiz. Ve Zemidxon, bu radioni achqi. Ha, mana Esam hozirlik chiqimi? Biz ko'pida yonpashlab bitib, radiodagi paranglarga quloq solaylik. Qani, tangsin hazrat, yetib anglab beramlar.